internetdagi yosh treyderlarimizni odamlar prosta kulgisi qistaydi. 2018-yil birinchi ustozim bilan tanishdim. Slif qilishni to'xtatdim. 2016-yil, 2017-yil men to'g'risini aytaman, 2 yil menda prosta behuda o'tib ketdi. Assalomu alaykum. Bu videoda ozgina tariximni sizlarga gapirib bermoqchiman. Ya'ni trading sohasiga qanaqa qilib kirib keldim, nimalarni boshimdan kechirdim, nima o'rgandim, qayerda xato qildim, qayerda to'g'ri ish qildim, sizlarga ham ozgina maslahatlarimni berib ketaman. Ozgina takoy dushevniy gaplashamiz. Ya'ni bu videoga men qanaqadir tayyorgarlik ko'rmaganman, qanaqadir aniq ssenariy yo'q. Bu yerda faqat o'zim uchun yozib olganman. Aynan qaysi narsalarni sizlarga yozib gapirib beraman, sizlarga foydaligi bo'ladi. Tak, bo'lmasam boshlaymiz. 2016-yil men Instaforex degan brokerning reklamasini ko'rib qolganman internetda. O'sha reklamadan keyin xullas menda qiziqish boshlandi. Yo'da o'sha grafiklarni, kinolarda ko'rgan narsalarim, grafikdan. Xullas registratsiyadan o'tdim, demo shot ochdim. Demoda hammamiz bilamiz, demoda natija qilish juda ham oson. $100 kerak bo'lsa, $1 million qilish ham chipoxa. Menda ham xullas demoda juda ham zo'r natija bo'lgan. O'zimga ishonchim oshib ketganidan keyin srazu real qilishni boshladim. O'sha paytlar WebMoney, Kiwi, kashlyoklar bo'lardi. Eskidan trade qilayotganlar bilishadi bu narsani. Xullas WebMoney ichilarga telefon qilinardi, borib ko'rishsa, akkauntga VMZ o'tkazib berardi, qo'liga naqd pul berardik, pul bor. Shunaqa qilib depozit qilinardi. Depozit qilganimdan keyin, birinchi qilgan depozitim $100 bo'lgan. Aniq esimda 2 soatga ham yetib bormagan $100 pulim 2 soat ichida slip bo'lib ketgan. O'shandan keyin tushunib yetdimki, demoda ishlab, demoda qilingan natija kamlik qiladi. Bu yerda yana ham chuqurroq o'rganish kerakligini tushunib yetdim. O'sha paytlari o'zbek treyderlari YouTube yurg'izishmasdi. Majbur rus tilidagi va ingliz tilidagi videolarni ko'rardim. Ingliz tilini ham o'zi unaqa zo'r bilmayman-ku. Tushunadigan darajada. Qaysidir joylarda balkim noto'g'ri tushungandirman. Xullas shunaqa qilib internetdan har xil indikatorlar, har xil strategiyalar, asosan shunaqa narsalar bo'lardi. Real ishlaydigan narsalar internetda yo'q. Eslab qolaylik, indikatorlar. Asosiy meni ko'p vaqtim olib qo'ygan narsa mana shu bo'ladi. Lekin hozirgi paytda men birontasidan foydalanmayman. Sizlarga ham maslahatim, indikatorlarga vaqtingizni sarflamanglar. Behuda ketadi, ertaga ishlatmaysizlar. Bundan oldin RSI indikatori haqida video olgan edim. O'zi uni ham qo'ygim kelmasdi-ku, lekin endi bu sohani endi boshlayotganlarga, конечно, hamma narsa qiziq. Xullas RSI'ni ham videosini olganman. Lekin hozirgi kunda o'zim ishlatmayman o'sha narsani. Xullas indikatorlarga juda ham vaqt ko'p ketdi. Har xil bo'lmas strategiyalar YouTube to'la narsa edi, rus tilida ayniqsa va ingliz tilida. Orasida har xil strategiyalar bo'lardi. Masalan, ishlatib ko'rgan strategiyalarim Razgon bormi, setka bormi, keyin Martingale strategiyasi bormi, keyin usrednение. Mana shu 4 ta sanab o'tgan narsalarim hammasi bir kun slip olib keladigan narsalar. Bir ozgina masalan foyda qilgandek bo'lasiz, razgon qilasiz. Razgon qanaqa bo'ladi? $100 qo'yasiz, $100 cheksizda masalan pul bozorda. Shu narsani trader biladi. O'shani hisobiga $100 qo'ydingiz, masalan $100 aytaylikki, mayli bitta ideyada, bitta targoviy ideyada masalan $500 qildingiz. Shu joyda to'xtab qolaman deb o'ylaysizmi? To'xtamaysiz. 100-500 qildingizmi? 500 1000 qilgisi keladi. 1000 ni keyin 10.000 qilgisi keladi. 10.000 ni 100.000 qilgisi keladi. Razgon xullas cheksiz narsa. Razgon bilan miya zaharlandimi, u narsani o'zi to'g'rilab bo'lmaydi. Tak что razgon degan narsani iloji boricha miyamizdan chiqarib tashlaymiz. Keyin setka nimaligini bilsanglar kerak. Har nechta punktdan keyin yana qo'shib ketirish. Bu strategiyadan ham foyda yo'q. Qaysidir joyda ishlab berish mumkin, lekin vaqti kelib bavrga ham slip qiladi. Keyingisi Martingale hojati yo'q menimcha bu narsani aytib berishni, hammamiz bilamiz. Bu ishlamaydigan narsa. O'zi aslida bu narsani kazinoda ishlatishardi, lekin tradingga ham xullas olib kirishgan ekan. O'sha paytlar qiziqib o'rganib ishlatib ko'rganman. Usrednение ham foydasi yo'q narsa. Endi
Bu juda ham опасный strategiya masalan usrednение ham. Agar tем более novichok bo'lsangiz, endi bu sohani o'rganayotgan bo'lsangiz, iloji boricha o'rganmang, kerak emas bu narsani qilmang. U постоянный основада qilinadigan narsa emas bu. Masalan, usrednениyani men ham daji qilgim kelmaydi, men ham daji qo'rqaman. Iloji boricha stop loss'imni qo'yib, minus bo'lsa o'sha yerda yopilsin, keyingi точка входani kutaman. Meni ham odatim shu, lekin mabodo qaysidir joyda balkim stop loss qo'yish esdan chiqib qolgan bo'lsa, qanaqadir plan B sifatida juda ham kamdan kam ishlatish mumkin. Bir yilda balkim 1 marta, 2 marta. Iloji boricha usrednение ham qilmaymiz. Hop, keyin internetdagi boya razgon dedim. Internetda ham masalan bizda hozir ayniqsa razgonchilar juda ham ko'payib ketgan. Oddiy xalq, ya'ni bu narsani tushunmaydigan odam, tradingdan xabari yo'q bo'lgan odamgacha bu narsalar qiziq ko'rinadi. Ochursa masalan, ko'p ochib tashlaydiganlar bor-ku, ko'rgan bo'lsanglar kerak. 001 danmi yoki necha lot bo'lsa, xullas juda ham ko'p pozitsiya ochib tashlaydi. Umuman mantiqsiz, foydasi yo'q narsalar. Nabor pozitsiya desangiz, bu nabor pozitsiya emas-da. Nabor pozitsiya o'zi yomon narsa emas. Haqiqatan ishlaydigan narsa. Nabor pozitsiyani ham o'zini ishlatiladigan joyi bor. Bu narsaga faqat осознанно qilish kerak. Ya'ni nabor pozitsiya qilaman deb o'sha narsaga tayyor bo'lib, depozitda masalan qanchadir summani risk qilamiz, по-любому o'shanda ham juda ham kam risk bilan, juda ham kichkina lot bilan stop loss juda ham katta qo'yiladi. Kerak bo'lsa 500 punkt yoki 1000 punktlab stop loss qo'yib ishlash mumkin. Nabor pozitsiyada har nechadir punktdan keyin yana boshqa zekrani ochib borasiz. Masalan, 001 ochdingiz, depozit o'zi $10,000. Misol qilib aytaman. Depozit o'zi $10,000, lekin 001 bilan ishlayapsiz. 001 bu juda ham mizerniy, juda ham kichkina lot hisoblanadi. $10,000 uchun shuna hisobiga masalan stop loss bir xilla qo'ymaydi yoki masalan juda ham katta 500 punkt, 1000 punkt, ya'ni 1 point deymiz ham yoki 10,000 pips deymiz ham. Shunaqa katta stop qo'yib ishlasa bo'ladi. Nabor pozitsiyada. Lekin hozirgi bizning internetdagi yosh treyderlarimiz qilayotgan ishi odamlar prosta kulgisi qistaydi. Xullas, shunaqa qilib 2016-yil, 2017-yil men to'g'risini aytaman, 2 yil menda prosta behuda o'tib ketdi vaqtim. YouTube ko'rish bilan har xil indikatorlar, har xil razgon, usrednение, setka, martingale bilan vaqtim prosta qaq o'tib ketganini o'zim ham bilmayman. Sizlarga maslahatim, indikator hozirgi sanab o'tgan strategiyalarimga vaqtingizni sarflamanglar, qiziqmanglar, o'rganmanglar ham kerak emas. Shunaqa qilib 2018-yil birinchi ustozim bilan tanishdim. Ustozimdan ham bilimlarni oldim. Mana eng katta yutug'im o'sha paytda komandaga nabor ketayotgan edi. O'sha komandaga qo'shilganim menga juda ham katta foyda berdi, chunki aynan o'sha komandaga qo'shilganimdan keyingina men o'sha slif qilishni to'xtatdim. Menimcha eng asosiy sababi bu o'sha riskka, ya'ni risk management, money management, risk соотношение, mana shu narsalarga o'sha rioya qilishni boshladim. Chunki atrofimda treyderlar, bu yoqda ustozim, bu yoqda yana boshqa treyderlar, hammani oldida qanaqadir uyalib qolishdan qo'rqib ham kerak bo'lsa risk oshirilmasdi, stop losslar hamma narsa joyida turardi. Boshqalarning oldida sharmanda bo'lib qolmaslik uchun atrofimda treyderlar bo'lgandan keyin o'sha atmosfera trading, o'sha ishxonaga kelganingizda hamma trading haqida gapiradi. Har xil ideyalar, nimalar bo'lyapti, nimalar bo'lishi mumkin, har xil foydali, masalan, qiziqarli strategiyalar haqida, nima qilamiz, unaqa qilamizmi, bunaqa qilamizmi, xullas bu juda ham menga foyda bergan. Yonimdagi bu treyderdan nimadir o'rganardim, boshqa treyderdan yana qanaqadir mayda juda ham nima deydi, незначительный narsalar deymiz-ku, lekin kerak bo'lgan paytda shunaqangi o'sha olgan bilimlarim menga juda ham ko'p foyda bergan. Atrofimda mendan ko'ra tajribaliroq treyderlar bo'lardi. Так что o'sha nima deydi, komandada o'tkazgan vaqtimga 2 yil menimcha komandada o'tirganman. 18 bo'lsa 18, 19, 2020-yil pandemiyadan keyin men o'sha komandadan chiqib ketdim. Xullas, mana shu 2 yil menga juda ham ko'p narsa berdi. Demak, atmosferada o'tirish, ya'ni treyderlarning orasida o'zingizdan ko'ra kuchli bo'lgan okrujeniyada o'tirish bu juda ham foydali narsa hammaga.
Shunaqa qilib mana 2 yil vaqtdan o'tdi. 2 yil o'tgandan keyin pandemiyadan keyin o'sha shaharlar yopildi, ko'chaga chiqish taqiqlandi. Buni o'zinglar ham bilasizlar. O'sha paytda o'sha men komandadan o'sha chiqdim. Undan keyin o'sha hamma sekin-sekin o'sha tarqalishni boshlagan. Hozir hammaligi o'zligi alohida ishlashyapti o'sha eski men bilgan treyderlar. Komandadan chiqqanimdan keyin ham to'xtab qolmaganman. Xuddiki nimadir menga yetishmayapti. Yana nimadir o'rganishim kerak. Xullas yana bitta boshqa ustoz topdim. U ustozimdan ham u yoqda asosan o'sha ob'yomlar bilan ishlashni boshladim. Ya'ni bitta ustozdan grafik analiz qilish, tex analiz, ikkinchi ustozdan ob'yomlar bilan ishlash. Ikkalasini qo'shganda o'sha o'zimni bitta sistemam, strategiyam o'sha yaraldi. Sekin-sekin shu darajagacha yetib keldim. Eski qilgan ishlarimni hozirgi payt eslasam to'g'risi kulgim keladi. Oldin qilgan treytlarimni juda ham ko'p minuslar bo'lardi. Даже o'shani hisobiga treytni tark etganman. Bo'ldi, qaytmayman. Treytdan foyda yo'q, demak foyda qilib bo'lmas ekan degan xulosaga ham kelganman. Bu narsa menda 2 marta bo'lgan даже. Chunki o'zingizlar o'ylab ko'ringlar, balki sizlarda ham shu narsa bo'layotgandir. Bu videoni ko'rayotganlarda ham, chunki ko'pchilikda bo'ladi. Trade qilasiz, pul qo'yasiz. Shuncha mana shu tradega xullas e'tibor, fokus, mehrni berasiz-da. Pul qo'yasiz, lekin natija yo'q. Natija bo'lmagandan keyin любой odamning ko'ngli qolib ketadi. Menda ham shunaqa narsa bo'lgan. Tradedan sovib ketganman. Tradingdan foyda qilib olmas ekan deb xullas tark etganman. Lekin oradan yana qanchadir vaqt o'tgandan keyin o'zingizlar ham bilasizlar, mana YouTube, Instagramlar algoritmi shunaqa ishidiki, qanaqa kontent ko'p ko'rsangiz, o'shanaqa kontentni sizga yana ko'rsataveradi. Ular tark etganimdan keyin ham 2 oy, 3 oy o'tadimi, yarim yil o'tadimi, yana o'shanaqa kontentni ko'rsatgandan keyin qiziqib yana xullas boshlardim. Chunki bilaman-da, men o'sha qachonki slif qilgan bo'lsam, o'zim xato qilganman. Xuddiki o'sha joyda, qaysidir joyda masalan bay qilganman, lekin narx selga ketgan. Agar selga ochganimda men qancha o'qitgan bo'lsam, demak shuncha pul topishim mumkin edi. Pul topish mumkinligini bilib turib, yana qaytarardim. Xullas, sizlarga ham maslahatim, agar qanaqadir hozirgi minus periodda bo'lsanglar, to'xtab qolmanglar. Hammasini o'zi qanaqadir etapi bor. O'zi asosan 3 ta etap bor. Birinchi etap minus, ikkinchi etap 0, uchinchi etap o'sha sekin baribir foyda boshlanadi. Mana shu minusli etapdan to'g'ri chiqib olsanglar, foyda ham bo'ladi. Minusli etapdan to'g'ri chiqib olishni bitta yo'li risk management, money management, risk соотношение. Bo'ldi, qolgan hammasi o'sha 2, 3, 4 darajali narsalar. Zo'r ishlaydigan strategiyani qidirmanglar. Riskni joyiga qo'yinglar. Pul sama saboy bo'ladi. Chunki orada shunaqa traderlarni ko'rdim. Risk reward deymiz, masalan 10 ta zekadan nechtasi foyda, nechtasi ziyon. Risk rewardi kerak bo'lsa отрицательный, ya'ni 10 ta zeka qiladi, 10 tadan 8 tasi minus. Kerak bo'lsa 2 dona plus qiladi. Bundan oldin qilgan 8 ta minusini yopib, ustiga kerak bo'lsa yana foyda ham qilib qo'yadi. Xulosa shuki, risk management, money management, risk соотношение agar joyida bo'lsa, любой strategiya bilan foydaga chiqsa bo'ladi. Aytganimdek, menda ham o'sha 0 ga chiqish, dan hech kim foydaga chiqish ustoz ko'rganimdan keyin bo'ldi. Sizlarga ham maslahatim, o'zingizlar agar bu sohani o'rganmoqchi bo'lsanglar, yaxshi ustoz topinglar. Haqiqatan ham tajribaga ega bo'lgan. Internetdagi, Instagramlardagi razgonchilar 110 ming qiladiganlar yoki 101 million dollar qiladiganlar kerak emas. Haqiqatan ishlaydigan zo'r strategiyalarni o'rganinglar. Men sizga aytaman, nima ishlaydi bozorda? Ob'yom ishlaydi. Uровеньlar, oddiy qilib aytganda price action deymiz. Price action ishlaydigan narsa. Mana shu narsani o'rganinglar, boshqa hech narsani sizlarga kerak yo'q. Sizlarga beradigan maslahatim shu, meni ozgina qisqacha qilib tariximni aytib berdim. Menimcha sizlarga foydali bo'ldi. O'zingizlarga qanaqadir foydali informatsiyalar oldinglar deb umid qilaman.